Mahallani obodonchiligiga qarash. Ayya, menga qo'yag'im. Assalomu alaykum rais bu. Ona aytib qo'y, 2006lar. Sumalak qilishyapsanlar ekan, 30 qatorda meni teraklarimni kesishadigan bo'lsang, Pilampeyadan sakrab uraman. Bo'ldi, qo'poladi rais bu. Ole. Makkam jo'ra. Nima deysan? Indirjit, futbolni qayerda ko'ramiz? Qanaqa futbol? Bugun O'zbekiston o'ynaydi. Senda bir vatan shukuhi bormi? Bir vatanni his qiladigan qalbing bormi? Yoki bedapayami qalbing? Bu his qilish kerak-ku. Adoyim bo'lganmiz seni O'zbekiston deganda bunday jullaring tikka bo'ladimi? Bir his qilasanmi O'zbekistonni, o'yinini ko'rasanmi? Men sen bilanchi Abduqodir to'yidachi Xo'lunga nos chektirmoqchi edim. Endi ko'rasan sen. Sendaqa mahallada haydab boraman. Qanaqa futbol? Qizim boshlandi-yu. Bugun futbol. Bu mahalladagilarga aytdim men, kishi boshiga pul yig'aylik, Magicda oldi turib, Open budjetga ovoz berib, mahallani asfalt qilaylik dedim. Nima dedi? O'zimiz ovoz beramiz, o'zimiz ovoz. Qo'yaqmi ovozini ham yiqqan yo'q. Yashamaylik ekanda.